Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga sport kanallari videoga like bosib, podpisa bo'lishni unutmangizlar. Kim qashib jur? WBS chempioni Janibekning o'tirigin ashkari yetdi. O'rta salmoqda WBS chempioni Dominikalik Carlos Adames Qozog'istonlik Janibek Alimxanovning o'zining qashib jurganini ma'lumladi deb xabarlaydi. Jengilib ko'rmagan qozoq boksida WBO ya'ni IBF belbevlari bor. Bir qizig'i, Janibek o'sha vaqtga deyin Adamesni qashqin deb keladi. Ya'ni allumentlik jelda uni turtbekpen o'tiratin edi. Endi Adames kirisinchi ma'lumdama jasab o'tir. Uni bokschi deya olmaysan. Ol jo'shak, o'zini promouteri ne ekiyo deb qo'rqaq. Boshqa ne devga bo'latini bilmayman. Men ularga kelisimshart berganimda ekiyo deb biletin. So'ning arkasında ol menimen juturtasa alatin edi. Biz oğan kelisimshart jiberdik. Bar bolg'ani qo'l qo'yug'ani qolgan edi. Ol ma'gan kelisimshart jiber deb aytatini bar qo'y. Biz kelisimshart jiber o'zi so'g'an qo'l qo'ymay tura solay dedi qo'y. Ol jo'shak, o'zi qo'l qo'ymaydi-da tek tovuq siyaqti qitqilday beradi. Ol menimen ayqasqisi kelmaydi. Ol mendan qo'rqadi. Jekpe-jekka chiqsa oğan sparingda jamon bo'latini biladi. So'nduktan qitqilday beredi, deydi Adames Broad Joel bergen suhbatında. Eski salayıq Adames 22 ақпанда Britaniyalik Hamza Shiraz bilan ayqasib, ten tusken bo'latin. Oslay, ol WBS titulini qo'rg'ab qoldi. Endi жаңалық. Shunimda aytayin, chempion Golovkinga қатысты ishindegisini aytdi. Amerikalik bokschi Stephen Fulton allumentlik желіде Qozog'istonlik Gennadiy Golovkinga қатысты жазба жариялады деп xabarlaydi. Golovkin ringga 2022 жылдан beri chiqqani yo'q. Shunimda aytayin, men Gennadiy Golovkinni jekpe-jekterini sog'indim deb yozibdi Fulton X allumentlik желісінде. Fulton ikkinchi o'ta jengil, ya'ni jartlay jengil salmoqda o'ynar ko'rsatadi. Ol jartlay jengil divizionda WBS chempioni. Sonымен қатар WBO 2020-2023, WBS 21-23-2019-2020 жылдары белбеулерін де елеген. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Ағынаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сіздерден тек қолдау, подписасы. Баршаға рахмет достар.